Azizlar, dasturimizda davom etamiz. 8:27 soatimiz ko'rsatkichlari ayni daqiqalarda biz dasturimiz avvalida doim aytib o'tamiz. Aynan bir-biridan qiziqarli bo'lgan suhbatdoshlar albatta tashrif buyurishadi, ya'ni viloyatimizning turli hududlaridan. Ayni daqiqalarda esa 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni yuksalishiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan Mo'nis onajonlarimizning bir necha nafarlariga mo'tabar ayol ko'krak nishoni va prezidentimiz farmoni bilan davlat mukofoti topshirilgan edi. Ayni daqiqalarda studiyamizga taqdirlanganlardan, demak, Yangiobod tumanidagi Yangiobod Agro pillasi mas'uliyati cheklangan jamiyati pillachisi, Shuhrat medali sohibasi Zinat Mamatqulova va tuman oqla ayollar harakati a'zosi, mo'tabar ayol ko'krak nishoni sohibasi, qolaversa salkam 40 yil davomida o'qituvchilik vazifasida mehnat faoliyatlarini olib borgan ko'plab shogirdlarga ega bo'lgan Malika Mansurovalarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'tgan va kelayotgan bayramlar bilan tabriklaymiz. Qanday yaxshi, aynan bayramni yana ham ko'tarinki kayfiyatda, mana demak, ko'krak nishonlari bilan qarshi olgan ekansiz. Menimcha, yana ham kayfiyat a'lo darajada, yana ham o'sha o'z faoliyatingizga bo'lgan ishtiyoq oshib ketgan, to'g'rimi? Xudoga shukr. Studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Medallar muborak bo'lsin. Sizlarga ham bo'lsin. Albatta, nasib qilsin bizga ham. Xursand bo'ldik. Endi taassurotlar haqida keling. Birinchi galda taassurotlar haqida gaplashsaylik. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xalqim. Mana avvalambor prezidentimizga katta rahmat, hokim bo'lamga katta rahmat. Bizlar mana bir Yangiobod qishlog'ining bir chekkasida Balandchariq qishlog'ida ishlaymiz. Mana shunchalik e'zozlab, shunchalik hurmat qilib, mana shu yerga yetib kelganimizda men juda katta xursandman hozirman. Mana ishladik maktabga salkam 40 yil. Keyin mehnat qanchadan qancha shogirdlarni chiqardik. Mana kecha 8-mart arafasida mana shu prezident tomonidan mana shu berilgan ko'krak nishoni mo'tabar ayol nishonini butun shogirdlarimni tabrikladim. Men juda xursandman, baxtliman. Qanchadan qancha shogirdlarimiz hozir maktablarda ishlayapti orqamdan. Undan tashqari men yana mahalla xotin-qizlar a'zoman. Doimo yaxshi kunlarda, yomon kunlarda xalqimda xizmatidaman. Qayerda bo'lsa mehnatni ko'rsatyapman ish qilib. Rohatini ko'ryapmiz mana. Katta rahmat. Sizdek ajoyib bir inson, o'qituvchilar doim mana shu shogirdlarning vaqtiga, yaqinlarining vaqtiga sog' salomat bo'lsinlar deymiz. Endi sizga ham o'tamiz. Marhamat, taassurotlar haqida keling. Avvalambor assalomu alaykum deyman sizlarga, boshlovchilar. Va alaykum assalom yana bir bor. Mana tadbirkorlik bilan shug'ullanib 15 yil, 20 yildan baqi pilla boqib kelyapman. Oldin xonadonlarda pilla boqilardi. Hozirgi kunda endi cho'limizda qoq o'rtasiga pilla xonalari qurilgan. Endi O'zbekistonda yerda ana tuzorimiz bor, kim necha gektar. Tuzordan misol tutib, bemalol kesib olib chiqib, mashinaga ortmay olib kelib, seveja qilib, baringlar solinadi. Ya'ni pillaga beriladi, boqiladi. Ipak quti boqiladi. Unga hozir bizda misol 30-40 ta ishchimiz bor. Ular ikki qismini ishlaydi. Misoliga 30 ta bo'layotgan bo'lsa 15 tasi kechqurun ishlasa, 15 tasi kunduz ishlaydi. 40 ta bo'layotgan bo'lsa 20 tasi kunduziga, 20 tasi. Ya'ni ikki smenaga bo'ladi. Ikki smenada almashib ishlaydi ular. Ularga issiq ovqatlar beriladi. Pilla nozik narsa bo'ladi. Har kim ham kira olmaydi. Yana ob-havosini o'rganish kerak. Uni bir xil ananda gradusda ushlash kerak issiqligini. Shu tufayli siz ko'p boqqansiz deb meni bosh qilib qo'ydi o'sha ishchilarimizga. Xursandman. Shu mehnatlarimni evazidan prezidentimizga, hokimiyatimizga rahmatlar aytaman. Mana ishlagan mehnatimizni evaziga kecha 7-mart kuni prezidentimiz chaqirdilar, bordim. O'zlarini qo'llaridan Shuhrat medalini taqdilar. Meni salomimni Yangiobod tuman xalqiga salomimni yetkazing dedilar. Yetkazdim. Prezidentimizga ham ular vaqti xush, tadbirkorlikni oshiringlar dedilar. Tadbirkorlikni oshirishga kechadan kelganimdan baqi
tabriklagan kelganlarga hammasiga Salomlarni salomlarni yetkazdingiz. yetkazib, tadbirkorlik bilan shug'ullansalar, xudo xolasa kam bo'lmaysizlar dedim. Men bitta pilla boqib misol anaqa qilmaganman. Men hozir pillagacha o'zimni eski onalarimizni Opa singillarimizni Ya'ni pillachilik bilan to'xtalib qolmagan. Pilladan tashqari biz kashtachilik bilan shug'ullanamizda. Tadbirkorlik qildik. Kelinim Dekirda o'tirganda men tadbirkorlikni o'chirib, uyda o'tirganda chaqalog'iga qarab, bo'sh vaqtni yana ham bo'sh mazmunli vaqtida o'tkazishga 5-10 ta ayollarni kashtachilik bilan shug'ullantirib, yigitlarimizni beliga bel bog'lab tikib, bellari mustahkam bo'lsin deb bel bog'lab tikdik. Yashang Zinat opa. O'zi har bitta nafaqat ayol kishini, nafaqat tadbirkorni Hozir kelinim endi ishga chiqib orzusi ketdi, bor. hozir maktabda ishlaydi, meni kelinim ham. Salomini qanday qilmaydi. Aha. 3 kelinim bor, 3 o'g'lim bor, 2 qizim bor. Hozir qizlarim ham, qizimda avsillari ham hozir tadbirkorlik shug'ullanmasalar ham o'zlari uyda hozir belbog' tikib, nimchalar tikib el xalqqa sotyaptilar uyda zakaz olib. Zo'r-ku. Abchamni kelinlarida endi qizim ham, jiyanim ham, Absamatova Sharopat opamni kelinlari, Absamatova Muborak qizim, Absamatova marhamat bosh egasini yo'qotgan, o'sha yomon anavilar bilan shug'ullanmay, misol o'sha belbog' tikib, nimcha tikib, o'z anavisini qilib 3 nafar balasi bor. Balalarini yaxshi kiyintirib, yaxshi yedirib kelyapti. Yaxshi. Endi bitta savol tug'iladi. Aynan Yangiobodda pillalari hozirgi kunda qayerga Ular ham topshirilyapti? Zinat opa. Endi bilamiz, pillachilik juda ham nozik, demak, o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, hozir Yangiobodda pillalari qayerga topshirilyapti? Ya'ni eksport qilinyaptimi chetga? Chet ellarga, mana shu Jizzaxga olib kelib endi biron joylarga eksport qiladilar. Endi biz yoqda Yetishtirib berasizlar. Yetishtirib beramiz. Juda ham yaxshi. Endi yana bir savol bermoqchi edim aynan ustoz Malika Mansurovaga. Malika opa, sizga hayotingizdagi eng katta, demak, ilhom manbai kim yoki nima bo'ldi? Mana shu o'qituvchilik, mana 40 yillik o'qituvchilik vazifasini olib borgansiz. O'qituvchilik paytimda doimo oldimda borib, yoshlarga o'rgatib, undan qolsa 5 nafar farzandim bor. 5 nafar 5 farzandingiz. nafar. 4 o'g'lim bor. 4tasi ham oliygohda tugatgan. Bari yaxshi, Xudoga shukr. 4 ta kelin bor. Biri-biridan yaxshi kelinlar. Tarbiya berib, ish qilib, eng yaxshi kunim mana shu ayollar yili 99-yilda shaxsan Shavkat Mirziyoyev hokim edilar Jizzaxda. Jizzax O'z viloyatiga. qo'llarimdan menga ham toqqanlar. Shuhrat medalini. Mana bu o'rtasidagi vafo va sadoqat medalini ikkinchi o'g'lim Firqajon Chista shahrida podpolkovnik bo'lib ishlaydi. Shuni ishi yaxshiligi uchun olib borib menga topshirdilar. Mana endi kecha Xudoga shukr baxtliman. Bolalarim yaxshi, xalqimning xizmatida bo'ladi. O'zim ham doim xalq xizmatidaman. Doim. Salomat bo'ling. Mana bizni hozir juda ham ko'plab teletomoshabinlarimiz qatori yosh demak qizlar tomosha qilishyapti, qolaversa o'qituvchilar, yosh o'qituvchilar tomosha qilyapti. Ularga nima degan bo'lar edingiz? O'qituvchilarga o'z Mana shunday, ustlarida ishlanglar. Erinmanglar, yaxshi bilim beringlar, sog' salomat bo'linglar deyman. Metod birlashma yig'ilishlar bo'lardi, doimo o'rgatib, bir-birlarga o'rganib, biz o'qituvchilar yoshlarga o'rgatardik. Muvaffaqiyat tilayman ishlarda, sog' salomat bo'lsinlar. Salomat. Yagona bitta qizim ham bor, u ham kotiba bo'lib ishlaydi. Hozir bolalar chaqal bo'lgani uchun dam olyapti. Juda ham yaxshi. Xudoga shukr. Zinat opa, boya aytib Bizda o'tdingiz boya oldin tarbiyamiz bor. kashtachilik bilan ham shug'ullanganman deya. Ayni mana shu jarayonlarda mana she'rlar, laparlar, qo'shiqlar aytsa Albatta, yana ham bu albatta. jarayon zavqli bo'ladi deyishadi. Albatta. Albatta. Bizga ham bugun qanaqadir bir she'rmi, qo'shiqmi, laparmi tayyorlab keldingizmi? Albatta. Men jonajon O'zbekistonimga atab, tekis bo'lgan yo'llarimizni ko'rib, ravon bo'lgan ko'chalarimizni ko'rib, sharqiragan buloqlarimizda jarqiragan chiroqlarimizni ko'rib, shaharday bo'lgan qishloqlarimizni ko'rib, zavqlanib, men jonajon O'zbekistonimga atab 5-6 qator she'r aytganman, yozganman. Shuni hozir sizlarga aytib bermoqchiman. Marhamat. Hokim buvamga ham aytib berganman. Jonajon O'zbekistonim mangu bo'l obod.
go'zallikka teng yo'q Yangiobod Balandchaqir bo'lding obod tekis bo'ldi yo'llaring ravondir ko'chalaring qiri adir soylaring sharqiradi buloqlaring jarqiradi chiroqlaring jonajon O'zbekistonim mangu bo'l obod go'zallikka tengi yo'q Yangiobod Balandchaqir yanada bo'lgin obod deb she'r zavqim kelib she'r yozdim. Judayam zo'r, ajoyib. Endi Navruzga ataman 5-6 qator she'r bor. she'r bor. Bahor keldi, yoz bo'ldi, yalla jonim yalla. Navro'zi olam keldi, yalla jonim yalla. Bochechaylar chiqibdi, yalla jonim yalla. O'ynasin yosh qari, yalla jonim yalla deb hozir shularni endi doira cholib aytardik endi hozir. Qoyil. Ajoyib, ajoyib. O'zi lapa qilish kerak ekanda bu she'rni. Shu. Rahmat aytamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor mana shunday ajoyib bir mukofotlar bilan tabriklaymiz sizlarni. Yana bir bor mana shu men bilan billa ishlab kelayotgan bir ikkita endi ayollarni aytib o'tmasam bo'lmaydi. O'zimda aytganimday endi men bilan billa birgalikda ishlab kelgan, yonma-yon turib ishlab kelgan ayol Ashrali va Shapohat, Mamatqulova Saxobat erkaklarimizdan Suonib, Xolmurodjon yaqindan yordam berib, jonkuyarlik qilgan bizlarga apajon deb shularni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Pillachimiz ilgari o'zimizda pilla chiqarardi, ipak qutini chiqarardi, xonadonda chiqarardi. Ochilishini bunday ananga qutiga tayyorlashda ibodat. Hozir hammalari o'tirib tomosha qilishyapti, to'g'rimi? Ha, tomosha qilyapti. Ibodat nima aytdi? Hech kimni ismlari qolishini xohlamayaptilar Zinat opa. Xo'jayini bilan Ustoz yordam berdilar. birgalikda bizga bosh bo'lib undaganga qilib pilla qurtini chiqaradi-da, ilgari uyda chiqarardi. Hozir endi boshqa joydan chiqarilib kelib xalqqa misol ana qilyapti. Biz hozir endi yana tadbirkorlikni oshirib, ayollarimizni yana ham jalb qilib tadbirkor bo'lsak, kam bo'lmar ekanmiz. Prezidentimiz kecha Xudo xolasa ana tadbirkorlikni oshirsalaring kam bo'lmaysizlar. Andaganga oilalar kam bo'ladi. Kambag'al oilalar kam bo'ladi deb bizlarga kecha motivatsiya berganlar. Keyin men kecha 82-83 yoshlik ayolni ko'rib, men qaribman dedim. Hali qariganim yo'q ekan. Kecha hokim bobomga ham aytdim. Hokim bobo, men temirchilarni ko'rib, cho'pon ayollarni ko'rib, sevitchilarni ko'rib, yana ham mag'rurlanib, yana ham 15 yilga yashardim, hokim bobo. Men yanada mana shu xalqimga, prezidentimga hali men xizmat qilishga tayyor bo'lishim kerak ekan deb hokimimizga aytdim. Prezidentimizni salomlarini yetkazdim. Kelib tabrikladi. El xalqim, rahmat el xalqimni tabriklaganiga, mana shuhrat medali bilan taqdirlanganlari uchun, qilganlari uchun misol kelib tabriklab, ertalabdan kechgacha kelib ham qishloqlarim, hovli qarindoshlarim tabriklab ketdilar. Rahmat ularga. Endi bu tabiiy, chunki muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovichlar mana shunday Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat aytamiz. Ikkalangiz ham mana ikkalangiz ham olgan ekansiz. Ming rahmat aytaman Shavkat Mirziyoyev prezidentimizga. Biz hech kimga bermaymiz O'zbekistonda deganlariday, biz hech kimga bermaymiz prezidentimizni. Salomat bo'ling. Hech kimga bermaymiz prezidentimizga. Malik opa ham hozir nimagadir shay bo'lib turibdilar. Kimlargadir salomlar qolib ketyaptimi? Mana endi biz o'qituvchida. Men o'zim ishlagan, 40 yil ishlagan jamoam birinchi o'rta maktab o'qituvchilarini o'tib ketgan yo'llarni va mana keladigan Navruz olam bayramini qizg'in tabriklayman. Bizni kollektivimiz juda yaxshi kollektiv. Qancha o'quvchilarimiz oliygohlarga kiryapti. Har taraflama ilg'or o'qituvchilarimiz bor. Inobatxon, Salomatxon, Sanobarxon, Muborakxon, Tozagul, Gulnora, yana shunga o'xshagan ajoyib adolat o'qituvchilarimizni bayramini tabriklayman. Ularga omadini, sog'lig'ini bersin, qarinli gashini sursin.
yana bir gap, direktorimiz Dilshodjon, bayrog'ni qo'ldan bermang. Doimo birinchi o'rinda biz yuraylik. Mana shu hokimiyatda ishlaydiganlarni, mana maktabda ishlaydiganlar butun yurtimiz xotin-qizlarni, yigitlarni keladigan Navro'z bayramidan qizg'in tabriklayman. Kollektivim, jamoam hech qachon birinchi o'rinda hech kimga bermaylar. Rahmat, salomat bo'ling. O'zi suhbatlashsak hali uzoq davom etsak bo'ladi, lekin vaqt inobatga olingan ekan. Mana endi ashulalarim borda, vaqtdan qisqayi uchun aytib bera olmayman endi. Nasib etsa Efir Yangiobodga ortida, borganimizda aytib beraman onalar to'g'risida. Xudo xohlasa onalar to'g'risida ashulam bor, Yangiobodga borganlaringda aytib beraman. Nasib bo'lsa. Xudo xohlasa. Sizlarning omadlaringni bersin. Sizlarning omadlaringni bersin. Rahmat. Hech kamchilikni ko'rmanglar. Xo'p. Mayli. Hozir esa biz yana bir bor sizlarga rahmat aytamiz. Rahmat aytamiz. Yangiobodda doimiy mana shunday yangiliklar bilan albatta tashrif bering, qolaversa biz ham xudo xolasa Yangiobodga boramiz degan umiddamiz.